Qaysi kut suvutni o'chirdi? Qaysi kut suvutni o'chirdi? Yangi yil bilan tabriklayman, Chumobatcha. Biya kutida tiristaging yo'q, onasimsin, sevib naqi kerak. Mazga nech pul kerak, onasimsin, nech pul kerak? Men odam bo'lib bergan paytim siz otangizning belida emasdingiz. Ishoning, har sepganimda oltin chiqadi. Просто sen idishini ko'rib kayf qil. Tushundingmi, Chumo? Sizlarning dastalarini endi bitta soqit chaynalmayin, onasimsin. Soqit chaynagani qo'yinglar, onasimsin. Erkin bulanga nima deysiz fikringiz? Pashal naqo'y, puling ham kerak emas, o'zing ham tiriqal nariqa, tiriqal, idin naq qo'y, haq yo'q. Yana o'sha ertaklar bilan aldanamiz. Kiletga yangi yillang bilan Chumobachalar. Yangi yillang bilan tabriklayman. 2026 ham ko'tkaringlar, nasib bo'lsa. Assalomu alaykum do'stlar hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yangi yillang bilan tabriklayman. 2026 ham ko'tkaringlar, nasib bo'lsa hammang. Kete. Ama başka gap. Yangi yilingiz bilan rahmat jonlariga omon bo'lsinlar, do'shi borlariga shukr. Mana sizlar aytmasanglar yangi yilda kim ham tabriklaydi meni, onasini ham. Mana shu sizlar tabriklasanglar rahmat, borlaringga shukr. Jonlaringiz omon bo'lsin. Yangi yil bilan deb rahmat yangi yillang bilan o'zlaring ham yangiliklang bilan yangilingiz bilan yangi yilingiz bilan yangiliklar bilan yangi hayot bilan tabriklayman hamma. Jonlar arzon bo'lsin. Uyamma ya onasini imson qanaqa bir harom insonsiz aka. Qanaqa bir harom insonsiz aka. Onasini imson uyalmaysizmi aka? Uyaling aka, uyaling. Ey erkak bo'lib turib bular uyalinglar, hozirqina uyalinglar, onasini imson bular. Qanaqa bu jonim asalim, bu nima degani bu? Kut ekansiz-ku. Onasini uyalinglar, hozirqina onasini uyalinglar, hozirqina. Yamma yo bashariyam вообще g'ishakani uyalinglar, onalarini ham hozirqina. Yamma ya sizlar bir yangi yil ko'rmalaring ekanda, onasini ham sizlar bir yangi yil onasini ham bilan uyalinglar, hozirqina sizlar bir yangi yil ko'rmalaring ekanda. Yamma yo bir kunlik yangi yil o'tadi, ketadi, onasini ham uyalinglar, hozirqina. Yamma yo uyalinglar, hozirqina bir kunlik yangi yil o'tadi, ketadi, onasini ham. Bir kunlik yangi yil o'tadi, ketadi, onasini ham uyalinglar, hozirqina. Bayram bilan kelibdi. Rahmat jigarim, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tashlan aka qanday? Yaxshi, rahmat bo'lardi, cho'tga zo'r. Shaharda ham qiday. Har doim qiday akalar, har doim qiday, onasini shu yerish emas. Chotga zo'r bo'lmasa ham zo'r, Xudoga shukr. Rahmat jonim, bayram bilan Tayson tog'a rahmat jonlari omon bo'lsin, tabriklayotganlar borlaringga shukr. Mana shu tabriklayotgan borlaringga shukr. Rahmat. Tishqona. Tishingizda qaynonangizning uyiga taklif kelganman. Qaynonangizning pechkaga o'tin qilib sog'ib yoqyapti. Tishimda. Qaynonangiz uyiga tashab kelganman, o'sha pechkaga solib yoqyapti. Mazza qilib. Huzurni ko'rsin dedim. Savob qo'ygim keldi. Savob qilib yubordim. Tayson Sovetni yo'q, qaysi kut suvutni o'chirdi? Qaysi kut suvutni o'chirdi? Onasini hamsin qaysi kut suvutni o'chirdi? Suvut bizni yangi yil kuni ham o'chiradimi suvutni? Mazza biz ham yashaylik, onasini hamsin. Bir yilda bir marta kelayotgan suvutni qaysi kut o'chirdi?
Bizlar ham bir yashaylik onasini emsin, bir suvitni yoqinglar. Yoqinglar onasini emsin. Har xil dalbayiblar to'g'ilib qolyapti suvit ichgan paytda. Yoqinglar onasini emsin. Ana shu suvitni o'chirishlarning oqibatida har xil dalbayiblar to'g'ilib qolyapti onasini emsin bilan. Tayson qandaysiz? Yaxshi rahmat, cho'tga zo'r bo'ladi. Xudoga shukr. Normalni onasini emsin. Normalni. Xudoga shukr. Normal, zo'rman. Xudoga shukr. Rahmat, borlaringga shukr. Nima gapim? Tinchlik bo'ladi. Akalar yaxshi. Yangi yil o'tkazyapmiz bayramni onasini emsin. Vaza qilib bayram o'tkazyapmiz. Bitta fanus olganman onasi mana. Birozdan keyin yoqaman buni. Yoqamandani osmonga uchiramandani, keyin bir tepib yana yerga tushirib olaman. Fanus olganman, bitta yurakchali. Yurakchasi bor fanus olganman. Uchiraman, niyat qilamandan onasini emsin. Diqqanobatdan salom. Assalomu alaykum Diqqanobat. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Yillar ko't deb berang, yillar ko't. Chumo yillar. Kazyol. Kim bilan o'chirasiz? Endi kim bilan o'chiray? Men o'zim o'chiraman dedi. Boshqa menga bir odam kerak emas, menga o'chiraman, o'zim o'chiraman, nasib bo'lsa o'zim. Sherik kerak emas, sherikka ehtiyojim yo'q. O'zim o'chiraman. Qarachto, o'zim o'chiraman. Zo'rmas aka, yaxshi rahmat bo'ladi. Cho'tga zo'r, o'zdan zo'rmaslar, yangi yil bilan kelayotgan. Chumolar. Kelayotgan yangi yillarning bilan chumobachalar. Yangi yillarning bilan. Ko't. Yangi yiling bilan bilat. Ko't. Ta'riflamasam, ta'riflamaysan ham chumo bilan tug'ilib qolding yangi yildan. Bugun dunyo meniki. Bugun dunyo meniki. Hoppa. Yangi yil bugün, yangi yil bu. Aytilmagan qo'shiqlar har doimgi ertaklar bilan tugaydi. Yangi yil bu. Hammaga bir omad kelsin. Sen bir yangi yil kutma kut ekansan. Yangi yil bu. Aytilmagan qo'shiqlar. Biz kutgandek bu kut yil bo'lishini. Yangi yil bu. Aytilmagan eski qo'shiqlar. Yana o'sha ertaklar bilan aldanamiz. Yangi yil bilan tabriklayman chumobatcha. Yangi yiling bilan tabriklayman chumobatcha. Bayraming muborak bo'lsin. Kut. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Taybal qildinglar. Mana shu ba'zi bir negativlar mana pastda negativ yozayotgandan yangi yildan tug'ilgan bolalar bormi do'stlar? Yangi yildan. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Ishlar bo'layaptimi? Charchamayapsizmi? Yangi yil yaxshi o'tkazyapsizlarmi? Bayramlar bilan tabriklayman. Jaraylar yaxshi omadli kun kelsin. Mana shu ko'tarakni tashlang. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Tayson ko'tyapti. Ko'tlar nima qildim aka? Ko'tlar nima qildim? Mana sizlar bilan sizlarga bir yomonligim tegmayotgan bo'lsa, birovga yomon tegmayotgan bo'lsa, o'zim mana o'zim yursam, xursand bo'lib nima qildim aka? Mana sizlar erkak bo'linglar, rozilik qilman. Boy qachon Tayson? Fevralda urushaman. Fevral. Qachon uylanasan? Fevral. Qachon mashina olasan? Fevral onasini emsin. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Men Koreyada edim, keldim 500 g'alaba uchun atalgan edim. Menga yozib yuboring, iloji bo'lsa atagan narsamni o'ziga yetishingiz kerak. Pashal naqo'y, puling ham kerak emas, o'zing ham triqil, idin naqo'y, haq yo'q. Tushunding onasini emsin. Nima meni gadayda bo'layapsanmi? Chumo biladi, ko't biladi, xarib biladi. Pulingga ham o'zing ham qo'yganim bor naqo'y.
Riqal narx qo'yib narela qo'yna biladi. Qo'yt qilib qolading, mana pulim hozir pul ko'rsanglar o'zlaring ka bilan. Qo'yganim bor narxni. Pulingni ham o'zing ham. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Og'abek zo'r deb berang. Og'abek zo'r, mujik bola Og'abek. Biratan nechanchi yilsiz onasini misin erkak yigitdan yil so'raydimi? Uyalilar ozroq qana, uyalilar. Uyalilar ozroq qana onasini. Bet bormi? Bet. Yigitdan yil so'raydimi onasini misin? Uyalilar ozroq qana. Yilimni naqi qilasan biladi, chuma. Uyalilar ozroq qana. Tayson polvon omon bo'ling, sog' bo'lsin. Rahmat, joningiz omon bo'lsin. Rahmat, otangga rahmat. Mujiksan do'stim, rahmat. Aka paqilda qoldingizmi? Unaqa narsalar bilmayman nimaligini men. Nima edi u? Nima? Ustoz deydimi? Yamma, bila kimga ustozlik qilgan ekan men meni? Kimga ustozlik qilganman? Suka bo'ling deng. Yamma, kimga ustozlik qilgan ekanman meni? Eslolmayapman. Erkin bo'langa nima deysiz fikringiz? Maraz yaxshi bola, harakat qilsin, gazini bossin. Yaxshi urishyapti, chiroyli jang ko'rsatyapti, lekin vaqti kelib o'sha bolani nakont qilaman. Qashqadaryodan salom, assalomu alaykum. Qashqadaryo, zo'rmisizlar, yaxshimisizlar? Atirlardan sepib beringlar, sosib bermangizlar akalar. Bugun yangi yil onasini debsin. Bugun yangi yil. Chiroyli hid kelayotgan narsalardan sepib beringlar, sosib bermangizlar akalar. Bugun yangi yil. Onasini debsin do'stlar, bitta narsada onasini debsin, mana shu yangi yil kuni bor-ku, mana shu yangi yil kuni akalar puling bo'lmasa yomon alam qiladi-da. Og'ir bo'lsa ham aytaman, bitta haqiqatni aytaman. Og'ir bo'lmasa ham, do'stlar. Bitta haqiqatni aytaman. Og'ir bo'lmasa ham. Onasini debsa, mana shu yangi yil kelib puling bo'lmasa yomon alam qiladi-da. Puling bo'lmasa yomon alam qiladi ya do'stlar. Mana shu yangi yil kuni pulingiz bo'lmasa onasini debsa bilan yomon alam qiladi. Onasini puling bo'lsa mazada, onasini puling bo'lsa yangi yil puling bo'lsa onasini debsa birovda so'kib yarsang ham onasini debsa, aka sizdan zo'ri yo'q. Oyog'ingizni o'pay, siz har doim haqiqatni gapirgansiz. Sizda daho insonning o'zi yo'q. Siz olamda bittasiz. Jigarim, yaqindorim, birodarim. Umringiz uzoq bo'lsin deydi-da, masalan, birov so'kib yuborsangiz hamda pulingiz bo'lsa. Onasini debsan bilab, puling bo'lmasa onasini debsan birovga chiroyli narsa aytsang ham, haqiqatda yurakdan gapirsang ham sizga dalboy bu meni so'kiyaptimi deydi-da. Shunaqa davrda yashayapmiz akalar. Tayson xizmatiga motivatsiya bergan. Qanaqa motivatsiya aka onasini? Yangi yil bo'lgan bilan dam olaylik onasimiz, bizlar ham yangi yilda. Yangi yilda dam olaylik onasini ham bilan. Yangi yilda dam olaylik akalar, odam. Bugun yangi yil. Bugun yangi yil aka. Komil kut deb bering, Komil kut. Assalomu alaykum, Tayson qandaysiz? Yaxshi, rahmat. Zo'r, chotga, zo'rsan, zo'rmisizlar? Assalomu alaykum aka, Dinovdan salom. Salom Dinov, assalomu alaykum. Dinov, nima gap? Dinov, somsani bosyapsizlarmi? Tandir go'sht sosyapsizlarmi? Saqqa uryapsizlarmi? Gazini bosinglar Dinov. Dunyo tirg'incha taraylar. Otangga rahmat. Malades, krasavchik. Gazini bos. Mujik bo'ladi Dinovliklar. Mujik bo'ladi Dinovliklar. Gazini bosinglar Dinov. Assalomu alaykum. Dinov desa qaltiraydi ana, senizning ko'p baland jaylar qaltiraydi.
sekin chaynagin Tayson. Voy onasini sen bilan yangi yil sizlarning dastlaringiz saqcham chaynalmaynin ya. Saqcham chaynalmayin onasini sen. Sizlarning dastlaringiz endi bitta saq chaynalmayin onasini sen. Saq chaynagan qo'yinglar onasini sen. Bella nafas olishga ham odam xayol surishga ham onasini sen bilan xayol ham surib bo'lmay qoldi. Yamma ya. Qanchalik atir sepdingiz? Chumobatcha. Prosta mana siz edishini ko'rib kayf qilibman. Tushundingmi? Edishini ko'rib kayf qilib atir keldim onasini sen. Har sepganimda onasini sen oltin chiqadi, oltin. Bilar prosta atirmas onasini sen bilar. Har sepganimda oltin chiqadi. Prosta sen edishini ko'rib kayf qil. Tushundingmi? Chumo. Oltin chiqadi onasini sen. Edishini ko'rib kayf qilsin. Kamera sepang aka. Onasini oltin o'ziga tortaveradi-da do'stlar. Sepgan sari sepkin keladi. Samarqanddan salom. Assalomu alaykum Samarqand. Samarqand deganda Amir Temur bobomiz esga tushadi. Samarqand deganda juda ham o'zgarish katta yer. Odamlari mujik bo'ladi Samarqandliklar. Bir gapli bo'ladi, aytdimi bajaradi. To'g'ri, ko'tlar hamma joyda bor, lekin malades. Omadini bersin. Samarqand deganda menga eski tarixiy narsalarni men Samarqandda borgan payti ko'raman. Gap yo'q Samarqand. Gazini bosinglar. Samarqand. Temur ko't deb bering. Temur mujik. Qashqadaryodan salom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum brat. Kelayotgan bayramda bir rahmat o'zingizni ham aka, yaxshimisiz? Qor yog'sa qayerga borasiz? Qor yog'sa qayerga borasiz? Qor yog'sa qayerga borishim kerak qor yog'sa? Qiziq savol. Tishqani tishib qoldi aka, tishib qoldi. Jizzaxdan salom. Assalomu alaykum Jizzax. Assalomu alaykum. Gazini bosinglar Jizzax haqiqatdan Jizzax deganda onasini emsin. Faqat ovqat tishadi esimga. Oshlarni aytmasa ham bo'ladi. Samsalari nomeradiyen. Bir ham chiroyli samsa sotadi onasini emsin. Shunaqa odam yegan sari yeng keladi Jizzax samsalarini. Bilar aynayapsizlar, lekin mana oshdan aynayapsizlar. Oshdan urib qolmanglar akalar. Ata gazini bosinglar Jizzax. Tayson ko'tlar qilib nima qildi aka? Birovga biz ziyarimiz tegmadi, birovni aldamayapmiz. Bir yomon narsani reklama qilmayapmiz. Xalqqa yaxshilikda ulashyapmiz, insonlarga kulgu ulashyapman. Nima qilyapman ey bilad? Chumo bilad, o'zing ko'tsan bilad. Majgo yo'q. Miyasiga berdi. Nima miyamga berishi mumkin mening? Onasi miyamga hech narsa bera olmaydi. Kim edi mana bu gapirayotgan miyangga berdi debdi. Olim Baxtiyorovmi? Bilad, Saybal bilad. Mazgi bola ekansa, o'zi bitta qizbatchan rasmini qo'yib olgan. Gilavinisiga qizbatchan rasmini qo'yib olgan, keyin Baxtiyor degan bitta ko't bola bor ekan mana bu yerda. Chumo bilad. Tayson keyingi yildan o'zgar odam bo'lmaysanmi? debdi ekan bitta akamiz. Pastda onasi ham men odam bo'lib yurgan paytim siz otangizning belida emas edingiz. Men odam bo'lib yurgan paytim siz otangizning belida emas edingiz. Ishoning, men odam bo'lgan paytim siz otangizning belida emas edingiz. Bilad, onasi ham ditski bolalar yozyapti mana pastda bilan.
Bilad, 2007 mi, 2008 mi bilad. Men odam bo'lgan paytim siz otangizning belida emas edingiz. Aka. Hurmatingizni bilib yozavering. O'zingizda bo'lib, duxingiz pishirib qo'yaman pastga. Energetik zarar emasmi? Energetik bugün yangi yil, bugün zarar emas. Bugün zarar emas akalar energetik. Bugün yangi yil. Bugün yangi yil. Chimobatcha tabriklayman yangi yiling bilan. Joningdan. Bugün yangi yil, joningdan. Bugün yangi yil, joningdan Chimobatcha tabriklayman. 2025'te tashaman shu ko'taraktiringni. 2026'ga chiroyli o'zgarish vaqti keldi. Qurol. Gazini bos. Yoqtirmaysan, kuzatasan, chimol. Mazga yo'q. Sassiqcha. Ko'mircha. Chumo. Qaysi tog'alarni o'zi pul topib oldi, o'zi boy. Qaysi tog'alarni pul topdi o'zi. Mendan boyvachcha odam yo'q-da. Mendan boyvachcha odam yo'q-da akalar. Onasining Tayson tog'i kuchaydi akang. Akang kuchaydi o'zi. Akangni eplab bo'lmay qoldi akang. Akang kuchaydi o'zi, akang. Akang kuchayib ketdi akang. Kuchayib ketdi akang. O'zi pulim ko'p. Kelaverasizlar. Bitta salomalik qilaveramiz akalar. Endi pulim ko'p, kelaverasizlar. Salomalik qilaveramiz bitta. Mana shu deymiz. Yamma yo. Tayson qora shokolad topilmadingiz. Men bug'doy rangman. Bekzod aka zo'r deb bering debdi akamda. Sabina degan qiz. Bekzod akang ko't. Ko't Bekzod aka. Malish kerak edi bunga. Ha vatan, bormi og'riq? Bormi og'riq? Aka gapi yo'q debdi ekan. Rahmat. Jonlar yomon bo'lsin. Surprizim. Bayramlar bilan aka. Rahmat. Jonlaringiz omon bo'lsin. Abdushi. Sizlarning borliklaringizga shukr. Mana shu bayramda sizlar tabriklasanglar, men hech kim tabriklamasdi. Borlaringizga shukr. Shahriyor xotin qo'li deb bering. Shahriyor xotin qo'li, ikkinchi xotin qo'li. Shahriyor. Ikkita xotin qo'li Shahriyor. Tabriklayman. Aka, Tayson pul berib turing. Nechta pul kerak aka? Nechta pul kerak? Onasining inson bilan. Nechta pul kerak? Mazgi nechta pul kerak onasining inson? Nechta pul kerak? Berib turaman. Nechta pul kerak onasining inson? Bilat, pul so'rayotganda uyalmaylar onasining inson. Olgancha zaten anasının zaybal bo'lib ketaman. Necha pul kerak? Shapkangizga vobshi gap yo'q. Bilasizki endi. Tayson tog'alaringga har qanday narsalar yarashaveradi. Chunki onasining 100 brend bo'lgandan keyin, mana bashara brend bo'lgandan keyin onasining yarashaveradi. Yigitning ismi Firdavs bo'ladi. Qiz Kamaschining qizi bo'ladi. Firdavs ko't bo'ladi, noskash bo'ladi. Kamaschining qizi boyvachcha bo'ladi. Shu bilan Firdavs Kamaschining qizini yaxshi ko'rib qoladi. Kamaschining qizi bayda 06 bitta jugili sotadigan ustaning qizi yigit bolasi bo'ladi. O'shanga tegib ketadi. Shu bilan Firdavs ko't bo'lib ichkariga berilib, kapga berilib ketadi. Ana Firdavsning hayoti ayni Robinson Crusoe'ning hayotiga o'xshab ketadi. Aka Samarqand deb bering. Akam Samarqand deb bering. Samarqand bu Amir Temurlar avlodi. Samarqand deganda
butun O'rta Osiyo taniydi. Samarqand deganda his qiladi. Samarqandliklar malades bo'ladi, mujik bo'ladi, aytgan so'zdan chiqadi. Samarqandliklarda pul ko'p bo'ladi. Malades bo'ladi. Omadini bersin, gazini bosin. Samarqand desa butun dunyoda bor. Olg'a. Jintra haqida gapiring bittagina. Nima uchun Jintra haqida gapirmaysiz? Jintra haqida. Jintra haqida bitta gap bo'lsin. Jintra mashin bu Jintra mashin judayam nima deydi? Paryatijni mujiklar minadigan mashin, Jintra mashin. Jintrani har kim ham minolmaydi. Uni haqqi o'zining katta bolalar degan bolalar bor, o'shanaqa katta bolalar minadi Jintrani. Qorasini ko'proq minadi, og'ini bundayroq odamlar minadi. Qorasi nomeradi mashina. Jintra deganda uchar likopcha yodimga tushadi. Jintra haqiqatdan chiroyli mashin, zo'r mashina, malades, zo'r yerishi yaxshi. Gap yo'q Jintrachilarga. Omadini bersin Jintrachilarga. Gazini bosinglar. Yaxshi mashin Jintra. Paxta mashindan qaraganda yaxshi mashin Jintra. Jintra oldi yigitim oppoq damasini sotib. Malades, yigitingiz damasini sotib Jintra olgan bo'lsa, ortiq yigitingiz ko'p qizlarni ajali bo'libdi ekan. Tabriklayman. Damasni sotib Jintra oldimi, demak u yigit aynibdi ekan. Damas bitta ro'zg'or terbaytadigan mashin bo'lsa, tavsiya bermayman, lekin yaxshi bo'lmabdi. Yigitingiz aynibdi ekan, endi ehtiyot bo'ling. Tayson miyasiga havo qamalib qoldimi? Pox qo'y. Tayson tog'alarning miyasi 100% ishlaydi, onasi emsin. 100%. Tayson tog'alarning miyasida ishlaydigan miyaning o'zi yo'q. Uncha odamning miyasi chidamaydi, onasi emsin. Meni miyamda ishlashdan onasi emsin. Umri ham yetmaydi, vaqti ham yetmaydi, ko'ti ham yetmaydi kerak bo'lsa. Shunaqa gaplar. Do'stim, shunaqa gaplar. Do'stim. Harakat qilish kerak. 2026 keldi. Mana sen 2026 dan harakat qil, pul top, uyingni qil, ro'zg'aringni qil, mashinangni ol, ishla, pul top, uylan. Yurasanmi ona sen endi? Qachongacha yurmoqchisan? Umringni o'tkazib. Mana kirding 30 ga qarab ketding o'zi. Bir kam 30 ga qarab ketding-da endi. Endi ketding degani u ketding degani, ya'ni 10-15 yildan keyin. Sevaman. Sevmay o'l, onasim. Sevmay o'l. O'l sevmay. Sen bir qizni sevmay ekan, onasi sen bilan miyangga bilan ursa bittasi bitta g'ishmanang, Alloh rozi bo'lsin derdim. Onasi sen bilan qanaqa miya bu, onasi sen bilan kimni sevyapsan bilan. Biya ko'tida tiristaging yo'q, onasi sen sevib naqqa kerak. Miyani ishlating undan keyin pul topishga harakat qiling bilan. Ana sevib o'ldim, kuydim, sevib qoldim deb yurasiz bilan, miyangizga yarashib bilan. Eshak hayratda onasi sen naryoqda qarab turib. Bilat yosh boshingga sevishib. Naqqa kerak, pul toping aka. Sevgi keladi. Sevgi keladi, ketadi. Sevgi keladi, ketadi. Pul toping. 70 deyolmayman aka, deyolmayman. Tilim bor, dilim yo'q. Deyolmayman, to'g'ri tishiningizlar. Deyolmayman, to'g'ri tishiningizlar. Pul ham keladi, ketadi. Zaten onasimiz kelgani yaxshi-da, ketganiki mayli, onasi ketaveradi. Kelgani yaxshi. Kelgani yaxshi aka. Mana shu kelgani yaxshi. Assalomu alaykum, Harman, yaxshimisiz? Kelgani yaxshi akalar. Puldan kelgani yaxshi. Saysin yangi yilga bitta she'r aytib ber. Pastlab bitta ikkita sevgi aytgan, negativlar bilan, negativlar qilmaylar bilan, chumo bilan. Ko'tingga tirstiga va bilan, meni negativlar qilguncha, g'iybat qilguncha bilan, sassiq bilan. Bilan hayotda yezma kelib qolmada men bilan. Hayotda yezma kelib qolmada.
ko'tingni gapirtirib beraman. Do'stlar, hammaga sog'lik, omonlik, omon bo'linglar. Korotchi, yangi yilni bayram yaxshi o'tkazinglar akalar. Korotchi, bugun yangi yil. Bugun yangi yil bayram yaxshi o'tkazinglar. Hammaga sog'lik, omonlik, omon bo'linglar.